Mabetco kompaniyasi yangiliklarga intiladi hamda yangi o'zining Sungain Extra preparatini bozorga olib kirdi. Sinovdan o'tgan fermerlarimizni ancha xursand qiladi desak adashmaymiz. Bu preparatning vazifasi fermerlar uzoq kutgan muammolarga yechim hisoblanadi. Ya'ni paxta dalasidagi qo'ypechak, pechak, baxmal o't, xullas ikki pallali begona o'tlarga yechim hisoblanadi. Sungain Extra'ni o'ziga xos xususiyati uning ishlatilishida. Ya'ni bu preparatni ishlatishda o'ziga xos sharti bor. Bu shart ertaga barana qilib chigit ekaman degan fermerlar o'shandan bir kun oldin kechasi sepish kerak, salqinda, namlik etish kerak. O'shanda bu o'zining to'liq samarasini ko'rsatib beradi. Agar dori sepilib dala issiqda qolib ketsa, bir necha kundan keyin barana qilib tuproqqa aralashtirsa, preparatning samarasi kamayadi. Shuning uchun fermerlarga yuborib qo'ying. Kimdir ushbu preparatni ishlataman desa, mutaxassislar bilan bog'lansin. Mabetco kompaniyasining respublikamizning barcha viloyatlarida mutaxassislari bor. Biz Termiz shahrida Surxondaryo viloyatiga xizmat ko'rsatamiz.